Qadrli kuzatuvchilar, demak navbatdagi savolga javob bermoqchiman. Diyor opa, men suv icholmayman. Suv ichsam ko'nglim ayniydi. Suv ichsam kichik hojatga ko'p chopayapman. Suv ichmasam bo'lmaydimi degan kuzatuvchilarimga javob bermoqchiman. Oddiygina suv sizni salomatligingizni 20% ga yaxshi tomonga o'zgartiradi. Bunga ishonasizmi? 20% ga hech qanday dori darmonlar qo'shmasimizdan 20% ga salomatligingiz yaxshilana boshlaydi. Bosh og'rig'i, qabziyatingiz, qo'yingki ovqat hazmingiz, o't qopingizdagi muammolar sekin-sekin kamaya boshlaydi. Agar siz suvning eng tanamizga berayotgan foydasini bilganingizda bugun shunday demasdingiz. Bilasizmi, nima uchun sizga suv o'tmayapti? Chunki yillar davomida suv bermasdan organizmni to'liq musir qilib qo'ydik. Uni yuvish uchun endi vaqt kerak bo'ladi. Faqat suv haqida sizga juda kerakli ma'lumotlarni berishim mumkin. Tanangizni yuvishi uchun 12 xil xususiyatga ega bo'lish kerak. Ana shunda salomatligingizni oddiy uyda, ishingizdan ajralmay, oila bag'ringizda sekin-sekin o'z holatiga keltira boshlash imkoniyatini bergan bo'ladi. Agar suv haqida ko'proq ma'lumotni ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ichish qanday, harorati, bu juda ko'p ma'lumotlar. Unga albatta bu yerda bitta video orqali men javob bera olmayman. Telegram gruppamga o'tib, bemalol suv haqida ma'lumotlar olishingiz, u yerda eng kerakli sizni tanangizga aynan qanday suv kerakligini bilishingizni istasangiz, kanalimda kerakli ma'lumotlar yetarli deb o'ylayman va unda ko'rib chiqib, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib, shaxsan mendan konsultatsiya olishingiz mumkin.